muammo nimada yoki kimda asosiy muammo? Yo, mana bu kishi umuman e'tiborsizlar. Umuman-da, men eski futbolkalarni polga taqib artib yerga qo'ysam, o'shani olib kiyibdilar. Yaxshi futbolkada. Shunchalik e'tiborsizlar, telefonga mutkasidan ketganlar, shuna yuradilar. Kartoshkani artib qo'ysa, o'lib yebdilar o'sha kartoshkani. O'zim hayron bo'ldim. Olma nima uchun danaga yo'qdi. Men bu tozalik deb kechasi o'rnidan turib suv ichib kelaman desam, qaytib kelsam, joyimni yig'ishtirib qo'ydi. Yo'q, Hasaranjon bo'lish kerak-ku. Yo'q, unaqa emas. Odam bir-birini eshitish kerak. Otdan aliga, hozir 1 minut. Alo. Ha? Voy, ishda paytim telefon qilma deganman necha marta. Nimaga telefon qilasan? Qayta borib basharangni buzaymi? Ha? O'tir uyda. Bolalarga qara, bormaysan hech qayerga dedim. Tushundingmi? Keldingmi o'tir, jipilla hamma joyga chiqavermasdan, magazin qilmasdan, boshqa qilmasdan. Ha? Uyga odam kelsa uyda o'tir deganman. Qayerga ketasan endi? Qayerga ketasan hozir?